Assalomu alaykum hurmatli Hayot Balans kanali kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz eng dolzarb bo'lgan diabet kimlarda bo'ladi, qachon boshlanadi, kimlar xavf guruhiga kiradi va berberin, inozitol va shunga o'xshagan batlar diabetda yordam beradimi va ularni qachon ichish haqida gaplashamiz. Hayot Balansi kanali sizning sog'lig'ingizni o'ylagan holatda barcha to'g'ri ma'lumotlarni tekshiradi, ularni yig'adi hamda saralaydi va sizga kerakli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizni mehnatimizni qadrlagan holatda like bosishdan o'zingizni to'xtatib qolmang. Like bosing, kommentariy yozing hamda kommentariyda o'z muammolaringizni yozib qoldirsangiz, professional shifokorlarimiz va shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Diabet o'zi nima? Diabetus mellitus, ya'ni boshdan kechirish degan ma'noni anglatuvchi jarayon. Ya'ni lotinchadan to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, bu boshdan kechirish degani. Qandli diabet degani esa qandni jarayonni boshdan kechirish degani. Har qanday jarayonni boshdan o'tkazayotgan bo'lsangiz, u diabet bo'ladi. Misol uchun, qayg'uli diabet. Qayg'uni boshdan kechirayotgan jarayon hisoblanadi. Endi esa diabetni qanday holatlarda uchrashini, qanday holatlarda diabet xavfli jarayon ekanligini tahlil qilamiz. Birinchi navbatda diabetni nechta turi borligini bilib olishimiz kerak. Diabetning juda ham ko'plab turlari, ya'ni 6 taga yaqin turi bor va bularning orasida eng ko'p tarqalgan ikkitasini tahlil qilib beraman. Birinchisi bu birinchi tip diabet, ikkinchisi esa ikkinchi tip diabet. Birinchi tip diabet bu asosan yoshlarda ham bo'lishi mumkin, yoshi kattalarda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu insulinni yetishmovchiligidan hosil bo'ladi. Bizning tanamizda insulin ishlab chiqaruvchi organ bu oshqozon osti bezi, ya'ni pankreasdir. Va aynan pankreatit kasalligi natijasi o'laroq uning Langerhans orolchalarida insulin ajralishi to'xtab qoladi yoki bo'lmasam tanadagi immun hujayralari aynan Langerhans orolchasiga hujum qiladi va u yer umuman insulin ishlab chiqarmaydi. Natijada bizning tanamiz insulinsiz qolib ketadi va insulin yo'q, qand esa o'zi parchalana olmaydi. Parchalanmagan qand bizning tanamizda miqdori oshib ketadi va natijada birinchi tip diabet yuzaga keladi. Bunday holat bo'lmasligi uchun aynan choralar yo'q. Tibbiyot bu holatni bir nechta epigenetik holatlarga bog'lab beradi, lekin hammada har xil bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi tip diabetga to'xtalamiz. Ikkinchi tip diabet bu insulinni yo'q bo'lib qolishidan emas, balki aynan insulin molekulalarini zararlanishidan yoki bo'lmasam hujayralarimizning devorini insulin molekulalarini tanimasligidan hosil bo'ladi. To'g'riroq qilib aytganda, insulin rezistentlik, ya'ni insulinga chidamlilik paydo bo'ladi. Va natijada bizning tanamiz maksimal darajada qandni o'zlashtira olmaydi. Va tanada gipoglikemiya holatlarini teskari jarayoni, ya'ni giperglikemik holatlar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda sog'lom turmush tarzi bo'lishi kerak. Endi biz birinchi tip diabet va ikkinchi tip diabetni aynan aniq farqiga bordik. Va uni oldini olish, qanday choralar ko'rish haqida quyida tushuntirib beramiz. Endi diabetning ikkinchi tipini ko'proq yoritib beraman. Nimagaki, hozirgi paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ham e'lon qilinayotgan manbalarga asoslangan holda aytishimiz mumkinki, diabetli holatlar juda ham ko'p. Va bunday holatlarning yuzaga kelishini xavf omillari, ya'ni xavf guruhlari bor. Xavf guruhlariga kimlar kiradi? Birinchi navbatda ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamlar kiradi. Ikkinchi navbatda esa oila tarixida qandli diabet bo'lgan insonlar kiradi. Yana shu o'rinda bitta ma'lumot aytaman. Otadan qizga, qizdan esa o'g'ilga o'tish ehtimolligi doim yuqori bo'ladi. Mana misol uchun bir erkakning qizi diabet bo'lish ehtimolligi o'g'li diabet bo'lish ehtimolligidan ko'ra yuqoriroq turadi. Chunki qiz bola otasidan ko'proq gen oladi. Shuning uchun. Lekin yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, qandli diabet otadan qizga yoki onadan o'g'ilga to'g'ridan to'g'ri o'tib keladi deyish bu noto'g'ri. Nimagaki, faqatgina genetik moyillik o'tadi. Hech qachon bu kasallik to'g'ridan to'g'ri odamdan odamga o'tmaydi. Shunchaki o'shanga nisbatan moyillik o'tadi. Va xarakterlari o'xshash bo'lganligi uchun, odatlari o'xshash bo'lganligi uchun ularda ham bu kasallikka moyillik rivojlanib boradi va kasallikni namoyon bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning
tanangizda ikkinchi tip diabet bo'layotgan bo'lsa, sizni bolalaringizga o'tmasligi uchun bolalaringizni to'g'ri tarbiyalashingiz kerak va ularni to'g'ri ovqatlanishiga e'tiborli bo'ling. Yana bir narsani bu o'rinda aytib o'tamanki, umuman qon qarindoshlarida diabet bo'lmaganlarda ham hozirda diabet kuzatilyapti. Negaki, hozir fast food epidemiyasi. Ya'ni fast food deganda faqat ko'chadagi lavash tayyorlayotgan, hot-dog tayyorlayotgan odamlar emas, balki tez tayyor bo'ladigan har qanday ovqatlar, uglevodga boy bo'lgan ovqatlar nazarda tutiladi. Xavf guruhlarining 3-qismiga o'tamiz. Bu 3-qismi kam harakat turmush tarzi kechiruvchi insonlar, ya'ni ofislarda xizmat qilayotgan insonlar hisoblanadi. Va ularni tanasida modda almashinuvi sust bo'lganligi uchun ham yog' yig'ilishi bilan ularda ikkinchi tip qandli diabet rivojlanish ehtimolligi juda katta. 4-xavf guruhi. Bu 4-xavf guruhi eng ko'p uchraydigan jarayon bu uyqusizlik bilan og'rigan odamlar, kam uxlaydigan odamlar yoki tunda uxlamaydigan odamlar. To'g'riroq qilib aytganda, meni o'zimni patsientlarim orasida kechasi uxlamaydigan, masalan, logistika ishlari bilan shug'ullanuvchi insonlar bor. Va aynan logistikada 2 yil, 3 yil ishlagan odamlarni ko'pchiligida jinsiy zaiflik, jinsiy muammolar va qandli diabet kasalliklari yuzaga kelganligini o'zim guvohi bo'lganman. Va bunday holatlar ko'payib ketmasligi uchun tunda uxlab, kunduzi ish qilishni tavsiya qilaman. Va ayta olmaymanki, siz umuman tunda ish qilmang deyishga haqqim yo'q. Lekin iloji boricha tun faqat uxlash uchun berilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, diabetning bir nechta turlari bor va bularning orasida gestatsion diabet degan tushuncha bor. Gestatsion diabet bu homiladorlikda uchraydigan diabet hisoblanadi va bu juda ham bir xavfli jarayon emas, lekin nazoratsiz qolsa xavfli bo'ladi. Qachonki homilador nazoratsiz qolib ketadigan bo'lsa yoki homilador o'zini o'sha gestatsion davridagi diabet ekanligini bilmasa, siydik tarkibidagi qand miqdori oshib ketganini bilmasa, qonida ham qand miqdori juda yuqoriligini bilmasa, bu homilani demak o'sishiga ham juda qattiq yomon ta'sir qiladi. Natijada bola ham hattoki birinchi tip diabet bilan tug'ilishi mumkin. Yoki bo'lmasam bundan ham og'irroq asoratlari bor. Bu Pompey sindromi va hokazo shunga o'xshagan kasalliklar. Bu kasalliklarni o'zi o'ylab ham ko'rishga odam qo'rqadi. Homiladorlik diabetidan tashqari xavf omillari guruhiga bitta tushunchani kiritaman. Ya'ni polikistoz bilan og'riyotgan ayollar. Bu ma'lumot aynan Amerika Qo'shma Shtatlari sog'liqni saqlash tizimi tomonidan taqdim etilgan va bu ma'lumotga asoslangan holda polikistoz bilan og'riyotgan o'spirin yoshdagi qizlarimiz, demak 18 yoshdan, 17 yoshdan toki 35 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimiz og'rishi mumkin va bunday holatlarda ularni tanasida modda almashinuvi buzilgan bo'ladi. Shuning uchun ularni homilador bo'lishida qiyinchiliklar bo'lishi mumkin va tuxumdonlarida tuxum hujayralari yaxshi yetilmay, o'sha yerda kista hosil qilaveradi. Va bu folikulyar kistalar ehtimolli diabetga moyillikni ko'rsatib berayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz maksimal darajada yaqinlaringiz, ayol yaqinlaringiz, qiz bola yaqinlaringizga ogohlantirish berib qo'ying. Agar ularda polikistoz jarayonlari ketayotgan bo'lsa, albatta endokrinolog bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishib, o'zlariga sog'liklariga qat'iy tarzda qiziqishsin. Nimagaki, polikistoz jarayoni shunchaki jarayon emas. Va 7-xavf guruhi qismiga kelamiz. 7-xavf guruhi bular kimlar? Bular o'zi aslida boshida aytgan 1, 2 xavf guruhlari orasida semizlar, ya'ni 1-xavf guruhi edi. Aynan mana shu semizlarni davomi o'laroq qarash mumkin. Lekin semiz bo'lmasdan ham qoni tarkibida triglitseridlar miqdori, HDL'lari past bo'lgan, metabolik sindrom bilan og'rigan bemorlar bo'lishi mumkin va metabolik sindrom bilan og'rigan bemorlarni ko'pchiligida qon tomirlari aterosklerozi bo'ladi. Ateroskleroz bu qon tomirlarining ichki tomonini yopilib qolishi. Natijada qon sifatli bo'lsa ham hujayraga yaxshi yetib bormaydi va gormonlar ham butun tanaga yaxshi yoyilmaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Bunday holatlarda eng kerakli narsa sport bilan shug'ullanish deb javob beraman.
Va ikkinchisi bu massaj, shunga o'xshagan fizioterapevtik muolajalarni olish eng yaxshi yo'li. Shuning uchun metabolik sindromni paydo bo'lmasligi uchun doimo aktiv hayot tarzida yashang. Tog'larga chiqing, sayohatlar qiling. To'g'ri, sayohat qilish uchun ham moliyaviy tomondan barqaror bo'lish kerak. Lekin sayohat qilish uchun sizda $1,000,000 zaxira bo'lishi shart emas. Oddiy, siz hayotda bugun yashashni boshlang. Hozir yashashni boshlang. Chunki falon kun keladi, o'sha kundan boshlab shunaqa qilishni boshlayman. Mana bu ishimni qilib olay degan narsa bu noto'g'ri. Bu bilan men qanday yashashni o'rgatmoqchi emasman. Shunchaki sog'lom yashashni o'rgatmoqchiman. Eng muhim bitta savolga javob berib ketaman. Batla bilan qandli diabetni davolasa bo'ladi. To'g'risini aytaman, yo'q. Birinchi tipni yo'q. Birinchi tip diabetni davolash uchun insulinni birinchi sintez qilib olgan odamga Nobel mukofoti berishgan. Juda ham katta ish qilganda u haqiqatan ham. Chunki insulin o'rnini hech narsa bosib bermaydi. Batlarni ichish bilan siz davolanaman degan xulosaga kelinmasligingiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, insulin bu bizning tanamizga eng kerakli bo'lgan gormon hisoblanadi va insulin nafaqat bizada glyukozani parchalanishi, glyukozani energiyaga aylanishi uchun kerak, balki insulin boshqa polivitaminlarni sintezi uchun ham o'zini ishini qilib beradi. Mana misol uchun D vitamini yetishmasa, insulin rezistentligi paydo bo'ladi. D vitamini nima uchun yetishmasligi haqida videomiz mavjud, uni ko'rib chiqishingiz kerak. Va qalqonsimon bezi muammolari yuzaga kelganda ham insulin miqdori pasayib ketishi mumkin yoki insulinni rezistentlik paydo bo'lishi mumkin. Bu haqida videomiz esa tugunli bo'qoq mavzusida keltirib o'tilgan. Va bu ikkita videoni siz albatta ko'rib chiqishingiz kerak. Nimagaki bu videolarda biz hammasini hijjalab tushuntirib berganmiz. Endi esa biz batlarni qachon ichish mumkinligi haqida gapiraman. Birinchi tip diabetda bat ichib davolanishni umuman xayolingizga ham keltirmang. Nimagaki iloji yo'q. Ikkinchi tip diabetda esa batlar yordamchi davolash vositalari sifatida qo'llanilishi mumkin va samarali ham bo'ladi. Lekin avvalo davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz kerak. Bunday holatda nima bo'ladi? Men sizlarga oddiyroq qilib tushuntiraman. Davolash jarayoni shunday jarayonki, bu xuddi mashinani itarib yoqishga o'xshaydi. Mashinani siz itarayotganingizda motor o'zi harakatga keladi, porshonlar bitta sikl o'tib oladi va motor qizib olishi kerak. Agar o'sha paytda kasallik yengilroq bo'lsa, mashinani kasalligi haqida aytyapman, mashina yurib ketadi va itarib yonib ketadi, startyor ishlamaganligi uchun. Va u o'zidan o'zi yaxshi bo'lib ham ketishi mumkin shu bilan. Toki qachonki mashina bitta o'chirilguncha. Keyin yana qaytib itarib yoqishga to'g'ri keladi. Davolashning ba'zi bir turlari ham xuddi shunga o'xshaydi. Lekin doimiy itarib yurishga o'xshatib davolaydiganlar bor. Bunaqa holatlarda biz har doimiy ichib yuriladigan dorilarni nazarda tutyapman. Ikkinchi tip diabetdan qutulish mumkin agar boshlang'ich fazalarda bo'lsa. Qanday qutulinadi? Yuqorida xavf guruhlarini sanab o'tdim. Birinchi semizlik, kam harakatlik, uyquni yo'qligi, stress deb tushuntirib berdim. Va mana shu xavf guruhlarini yo'qotish kerak. Xavf guruhlarini yo'qotishingiz bilan sizni tanangiz o'sha sog'lomlashishni boshlaydi. Hamda sizni tanangizdagi qand miqdori normaga keladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Qandni tekshirish uchun nima qilish kerak? O'zi ko'pchilik aytadi, og'zim qurib ketyapti, kechasi bilan suv ichib chiqdim yoki shunday holatlar bu qandni belgisimi? Yo'q, bu juda ham ko'plab kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi, birinchi navbatda siz hech narsa yemagan holatda, gormonal vositalar qabul qilmagan holatingizda 3 kun davomida parhez qilasiz. Hamda 3 kundan keyin borib tong saharda yuzingizni zo'rg'a yuvib, tishingizni yuvmasdan laboratoriyaga borib qon topshirasiz. Qon topshirgan paytingizda sizni qoningizdagi qand miqdori u to'g'ri qand miqdori bo'ladi. Undan tashqari, agar shunda ham sizni ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, glyukoza tolerantlik testi bor. Aynan glyukoza tolerantlik testini o'sha yerning o'zida sizga shakar choy qilib berishadi. Shakar choyni ichasiz, 1 soat turasizda va sizni qoningizdan olishadi. Mana shu paytda qondagi glyukozani qanday o'zgarishini aniqlab berishadi. Yo'q, bundan ham ko'nglingiz to'lmagan paytda HbR1 degan glikerlangan gemoglobin bor.
aynan glikerlangan gemoglobin oxirgi 3 oy ichida sizni qoningizda qand qanday o'ynaganini ko'rsatib beradi. To'g'riroq qilib aytganda, bu gemoglobinning qand bilan birikkan joyi. Aynan uni miqdoriga qarab turib, 3 oy ichida sizni qoningizda glyukoza baland bo'lib yurganmi yoki past bo'lib yurganmi, buni aniq bilib olishimiz mumkin. Va shu bilan sizga to'g'ri tashxis qo'yiladi. Ikkinchi tip diabetmisiz, birinchi tip diabetmisiz, qaysi biri ekanligi. Umuman olganda, birinchi tip diabetga faqatgina insulin beriladi. Birinchi tip diabetga hamroh kasalliklar bo'lib, odamlarda nima bo'lishi mumkin? Bu sarkopeniya rivojlanib ketishi mumkin. Ya'ni mushaklari juda ham qurib keladi, ya'ni mushaklar yo'qolib boshlaydi va u odam ozib ketadi. Shunaqa holatlarni hayotlaringizda uchratgan bo'lishlaringiz mumkinki, ba'zi bir diabetlar doim semizlar bo'ladi, ba'zi bir diabetlar esa juda ham ozg'in odamlar bo'ladi. Ha, to'g'ri. Birinchi tip diabetlar o'ta darajada ozib ketishi ham mumkin, ba'zi hollarda esa semirib ketishi ham mumkin. Va ularning ishtahasi juda yuqori bo'ladi birinchi tip diabetda. Ikkinchi tip diabetda unaqa emas. Ikkinchi tip diabet deyarli sog'lomlar orasida, lekin ularning tanasidagi hujayralari insulinni tanimaydi. Bu jarayonni xuddi Face ID'li eshikka borib turib, "Salom, men insulinman, eshikni ochinglar" desangiz, hujayra eshikni ochmayotgani kabi tushunish mumkin. Va eshik ochilmagandan keyin insulin qon tarkibida ko'payib ketishni boshlaydi. Hamda ularda insulin ham balandroq ko'rinadi. Misol uchun, ularni insulinni tekshirgan paytingizda insulin ham baland, qand ham baland. Lekin nima uchun insulin qandni topib olmayapti yoki neytrallamayapti degan savol qo'yiladi. Bu savolni yuqorida qisman tushuntirib ketdim. Insulin borib, u bilan yaxshi reaksiyaga kirisha olmagan. Chunki insulin molekulasi shikastlangan bo'lgan. Ikkinchi sabab esa glyukoza hujayra ichida bo'ladi, insulin esa hujayra tashqarisida. Shuning uchun ham ular bir-biri bilan reaksiyaga kirisha olmagan. Xo'p, badlarga qaytamiz. Eng yaxshi tavsiyalarni berib o'taman. Vaqtimiz qisqa va mana shu joyda siz yozib olishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Birinchi navbatda, qaysi badlar haqiqatan ishlaydi? Qayerdagi bir giyohlar, nimadirlar deb aytishsa yoki telefon qilib, "Alo, assalomu alaykum, siz mana bunaqa zaявка qoldirgan ekansiz, sizni qoningizdagi qand miqdorini tushirib beramiz" deyishsa, u shunchaki sotuvchi operator. Va uni qayerdagi sotuvchi operatorni men yomonlamoqchi emasman, lekin endokrinolog shifokoringizga almashtirib qo'yishingizni xohlamayman. Endokrinolog shifokor sizga shu yomonlik qilay yoki bo'lmasam shu odam qanddan o'lib ketsin demaydi. O'sha shifokor ham sizni davolash tarafdori. Qaysidir protokollarni o'qib chiqqan va mana shu asosda sizni davolamoqchi. Shuning uchun badlar bilan davolanishdan ehtiyot bo'ling, lekin eng kerakli badlarni yozib oling. Birinchisi bu berberin. Berberin juda ham yaxshi insulin rezistentlikni yo'qotib beruvchi va qandni demak glyukoza bilan uchrashtirib qo'yuvchi modda hisoblanadi. Berberin bu asosan qoraqatdoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simlik mevasidan olingan ekstrakt hisoblanadi. Va buni yoshligimizda barbaris degan konfet bilan taniganmiz. Aynan mana shu qoraqatdoshlar oilasiga kiruvchi o'simlikning ekstrakti sizni tanangizda qandni zo'r o'zlashtirilishiga yordam beradi hamda insulin rezistentlikni yo'qotadi. Insulin rezistentlik paydo bo'lishini qayerdan bilishimiz mumkin? Tirsaklarimizda, bo'ynimizda, fan tilida akantozis, ya'ni akantoz deb nomlanadigan qora dog'lar paydo bo'ladi. Aynan tirsaklarda, bo'yinda hamda bo'yin qismida papillomalar paydo bo'lishi ham aynan insulinni miqdori oshayotganida. Papillomani hosil qiluvchi narsa bu VPC, ya'ni HPV, Human Virus Papilloma. Bu narsa bizni tanamizda immunitet tushganda bo'ladi. Insulinni miqdori ko'tarilib ketganda immunitet tushadi. Ikkinchi bad esa bu inazitol, vitamin B8 hisoblanadi. Bu modda ham metabolizmni juda ham yaxshilab beradi va natijada hujayra devoridan insulin bemalol Face ID'ga borib, "Aka, assalomu alaykum, men insulinman, kirsam bo'ladimi?" desa, bemalol kirib ketaveradi. Va uchinchisi benfotiamin hisoblanadi. Benfotiamin nomi bilan sotiladigan vitamin B1 lar oilasiga kiradi. Umuman olganda bu aralash vitamin hisoblanadi va buni ko'pincha benfotiamin shaklida olganingizni men maslahat beraman. Eng yana kerakli narsa bu D3 hisoblanadi. D3 yallig'lanish jarayonini to'xtatadi, insulinni hujayraga kirib borishini ta'minlaydi, eshiklarni ochib beradi. Bu ham D3 muhim vitamin ekanligini bildiradi.
Undan tashqari oksidlanish, yallig'lanish jarayonlarini, qalqonsimon bez faoliyatini yaxshilash uchun yordamchi sifatida selen iste'mol qilishingiz mumkin. Va eng keraklisi o'sha yuqorida aytib o'tgan inazitol. Aynan qanaqa shaklda? Bir kunda 4000 milligram, ya'ni 4 grammgacha iste'mol qilinadi. Oddiy kapsula bu 500 milligram bo'ladi. Ko'pchilik batlar ichida ikkita kapsulasida 500 milligram yoki 1000 milligram deb yozilgan bo'ladi. Aynan mana shunisiga e'tibor bering. Olayotganingizda 2000 milligram deb yozilgan bo'lsa, u nechta kapsulada ekanligiga ham qarab olishingiz kerak. Chunki ko'pchilik bitta kapsula ichadi va u qadoqni ichida yozilganini xabari yo'q bo'ladi. Yana bitta narsa, yuqorida xavf omillarini aytayotganimda qon tarkibida triglitseridlari yuqori bo'lgan odamlarni aytdim. Bular ateroskleroz keltirib chiqaruvchi yog'ning juda ham yomon shakllari hisoblanadi. Va bu xolesterol blyashkalarini yo'qotish uchun nima qilish kerak? Past molekulyar moylardan foydalanish kerak. Bularga misol, bu olivka moyi va omega 3 baliq yog'i hisoblanadi. Baliq yog'ini ham eng sifatlisi. Baliq yog'i hozir sotuvda tiqilib yotibdi. Omegani tarkibida APAsi 120 ga 180. Bu deyarli sizga ta'sir qilmaydi. APA va DHAsi juda ham yuqori bo'lganini olganingizda sizni tanangizga juda ham yordam beradi. Yana bitta narsani aytaman, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi faylasuflar chiqib kapsulalarni qanaqadir penoplastlarga tomizib, u eritvordi, sizni ham ichingizni eritvoradi degan gaplar bo'ldi. Bu gaplarga o'zimni shifokor sifatidagi fikrimni aytib o'taman. Sizning oshqozoningiz penoplast emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar haqiqatan penoplastni eritib yorayotgan omega bo'lsa, u juda ham sifatli omega ekanligini ko'rsatib beradi. Lekin unaqa sifatli omegani topisha olmaydi. Penoplastni oddiy spirtni 2 tomchisini shunday tomizsangiz ham dahshat erib ketishini ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda aroqni foizi 45% atrofida bo'ladi. Va mana shu aroqni penoplastga tomizganingizda erib juda ham kuchli darajada eritadi. Penoplast bilan spirt eriydi. Nima uchun shuncha alkogolga moyil bo'lgan odamlarning oshqozoni teshilib ketmaganiga men qoyil qolaman. Shu savolga qo'shtirnoq ichidagi mana faylasuflar javob bersin. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, siz doim faol hayot tarzida bo'ling, sayohatlar qiling, hayotdan zavqlaning. Chunki bu hayot o'tkinchi. Hech narsaga qattiq siqilmang. Barcha mulk Allohniki va u mulkni kim tasarruf etishini u hal qiladi. Shuning uchun bu hayotda siz oddiy bo'lsa ham sayohat qilishga intiling. Men qandaydir sayohat firmasi agenti emasman. Shunchaki oddiy shifokorman va sizning sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda ekanligini tushuntirmoqchiman. Hurmat bilan doktor Husniddin Roziqov va Hayot balansi jamoasi bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy tarmoqlarda bizni kengroq auditoriyalarga tarqating. Silkalarimizni oilaviy guruhlaringizga tashlab bering va eng muhimi like, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'llab-quvvatlaganliklaringiz uchun ham alohida tashakkur. Hayot balansi jamoasi yana rivojlanishda boshqacha kuch bilan sizga yangi mavzularni taqdim etishga harakat qiladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyni to'ldirib yozishingiz mumkin.